Tak, barchaga assalomu alaykum. Yopiq guruh uchun eksklyuziv fikrlar, fundamental tushunchalar va bozordan kutayotgan narsalarimni tushuntirib beraman. Qisqacha, чтобы tushunishlaring uchun. Men o'ylaymanki, bugun risk qiladigan moment bozorda. Ko'pchilikning xatosi, men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Men 2020-yildan buyon 2021-yilning pikida bo'lganman. Undan keyin 2023-24-yil noyabr oyidagi pikda bo'lganman, Tramp g'alaba qozongandan va qiladigan xatolar nimalardan iborat? Birinchi o'rinda, bozorning eng past nuqtasida odam har doim bitta narsani tushunadiki, fundamental tokenlarda ushlash kerak pulini, riskni juda kam foizga qilish kerak, riskovat qilish kerak emas. Lekin bozor o'sib eng yuqori nuqtasiga kelib, zo'r o'sishni boshlaganlarida bitta proyektga $4000-5000 risk qilishni boshlaydi. Vaholanki nabarot, teskarisiga qilish kerak. Bozorni pastki qismida, bozorni pastki qismida $3000-4000 bilan risk qilish kerak. Tepaga kelganda riskni kamaytirish kerak. Tushuntirib bera oldimmi? Sal noto'g'ri qiladi odamlar. Nimaga men bugun sotib olish vaqti deb o'ylayman? Mana qaranglar. Kelinglar, bozordagi grafikdagi holatni ko'raylik. Masalan, olamiz eng yirik, endi Bitcoin olmaymiz, boshqalarni olamiz. Mana eng yirik kriptovalyutalarni oladigan bo'lsak. Mana qarang. Bu yerda ko'rinib turibdiki, mana bu esingizda bo'lsa, oktyabrda bir kunda katta tushish bo'lgandi. Birjalarda juda katta likvidlik chiqib ketgandi, Binance'da problemalar bo'lgandi, hamma bozordan qochgandi va o'shanda soya bilan bir kun ichida, qanchadir vaqt ichida birdaniga tushib ketuvdi, 1-2 soat ichida. Undan keyin yana o'ziga qaytib kelgandi, lekin biz bozorni ko'rdikki, baribir o'sha nuqtaga kelib, mana shuni ko'ryapsizmi? Shuni atrofida yurib, endi tepaga qarab burilyapti. Men ishonamanki, что kelajakda, ya'ni yarim yil, 1 yildan keyin balki biza o'sha oktyabrdagi mana shu tushib ketish bozorning eng past nuqtasi bo'lgan ekan degan tushunchaga ega bo'lamiz. Nimaga bunaqa deb o'ylayapman men? O'sha oktyabrdagi bo'lgan holat, esingizda bo'lsa, tarixda bunaqasi bo'lmagandi va u birinchi marta shunaqa katta likvidatsiyalarga olib keluvdi. Barcha tokenlar pastga qarab tushib ketgandi va men o'ylaymanki, bozorda o'sha situatsiya haqqoniy, nima deydi? Haqiqiy bozorni holatini shunday yuzaga chiqarib bergandi. 1 soatga bo'lsa ham odamlarga shuni ko'zini ochib bergandi. Konkret taqattaq likvidliklar yetmayotganligi ko'rinib turuvdi. Hamma narsa shunday ochiqchasiga bo'ldi va bozor tushib ketgandi. Va mana shunaqa haqqoniy urovingga biz qaytib keldik. Ko'p tokenlarda oladigan bo'lsangiz, qaysi mana eng yiriklarini olaylik. Endi shu yiriklari hammasi deyarli mana bu nuqtaga kelgan, shu atrofga yaqinlashib, shuni atrofida yurib mana turibdi, ko'ryapsizmi? O'zini eng past nuqtalarida. Endi qanaqa bor yana? Avini oladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizmi? Mana shu nuqtalarga kelgan. Yana qaysini olsa bo'ladi? No, в общем, juda ko'p ularni oladigan bo'lsa, deyarli barchasida shunaqa holat mana tushib ketgan payti va mana hozirgi holat. Ya'ni bozor o'sha oktyabrdan keyin o'zining eng past nuqtasiga qarab kelib, mana shu soyani haqqoniy ekanligini tanasi bilan test qildi. Endi meni bilasizlar, men texnik analiz tarafdan ko'p mana yorib o'tdi, boshqa qildi emas. Men bozordagi psixologiyaga, bozordagi holatga ko'proq e'tibor beraman va hozirgi kunda men o'ylaymanki, что aynan risk qilish kerak bo'lgan moment, aynan risk qilish kerak bo'lgan holat. Ya'ni siz shu paytgacha $10 kiritganmidingiz? Men o'ylaymanki, riskni ko'paytirish kerak. Bugun bozorlar bunday luboyni olib qarang, mana masalan shu dotni ham ko'radigan bo'lsak, bozorni qarang qayerda turibdi. Shuncha yildan beri biz qayerdan tushib kelgan qarang. Qayerdan tushib kelgan 2022-yildan buyon mana shu atrofda yuribdi. Ya'ni qaysi atrofda yuribdi deydigan bo'lsak, mana hozirgi holatdan mana bu atrof, вот, mana shu zona nakapleniya, ya'ni yig'ilish zonasi ko'rib turibsiz. Necha yil? 2022-yildan 4 yildan ziyod. 4 yildan ziyod. Endi qaysi tokenlarga e'tibor berish kerak degan savolga mana bunday javob beraman. Meni ko'zimni oldida men hozirgi kunda juda e'tibor berayotgan narsam shuki, protokollar, haqiqiy pul ishlayotgan protokollar, ya'ni siz bilasizlar, men bu narsaga juda katta urg'u beraman. Qaysi proyekt haqiqatdan oyiga million dollar pul ishlayotgan bo'lsa, o'sha proyektlarning egasi shu proyekt yashashiga, shu proyekt o'sishiga motivatsiyasi yetarli. Tushuntirib bera oldimmi? O'shalarni tanlash kerak. Va
ko'pchiligini grafigini e'tibor bersangiz, hammasi mana shunday past nuqtada. Mana endi qarang. Defilamaga kiryapman, metrikalarga kiraman. Buni hammasini sizlar bilishlaringiz kerak. Revenue by protocol. Bu aynan mana bu yerda fees by protocol bor. Bu komissiya protokoli, komissiyalar. Revenue by protocol bu aynan shu protokollar hamma nalog chiqarib tashalgandan keyin ishlagan pullar. Va keling 30 kunlik ishlagan pullari bo'yicha terib chiqaylik. Mana qaranglar. Birinchi, ikkinchi o'rinda Tether Circle, bular endi baribir USDT stable coin, bularni biz e'tiborga olmaymiz. Undan keyin Kanton. Bu ko'rib turganingizdek, Defilamani o'zi undoq belgisini qo'yib qo'ygan. Bu qanaqadir scam yo'nalishlari bilan qilyapti. O'shaning uchun bunga e'tibor bermaymiz. Undan keyin qaranglar. Hyperliquid. Hyperliquid endi hype ga keladigan bo'lsak, sizlar buni ko'ryapsizlar-ku, что juda seriozniy proyekt. Men bu narsa haqida video ham qilgandim, tushuntirib bergandim nima uchun bu seriozniy proyekt ekanligini. Chunki Hyperliquid hozir fond bozoridagi tikerlarni ham o'zida birinchi bo'lib chiqaryapti. Mana masalan SpaceX ni ham Hyperliquidda hozir savdo qilsa bo'ladi. To'g'ri, Binance ham qo'shdi, lekin Binance qo'rqganidan, qolib ketayotganidan qo'shdi, tushunyapsizmi? Voy, bular qaysini ochib oldim bular. Hype USDT. Bot. Mana qarang, 59 o'zining maksimumlarida, Hyperliquid o'zining maksimumlarida hozirgi holatda juda nima deydi? Shuni bo'lmaydigan situatsiya, bozor tushib ketayotganda. Hattoki Hyperliquid o'zining FDVsi bo'yicha, ya'ni butun emissiyasi bozorga tushadigan bo'lsa, uning kapitalizatsiyasi Solanadan kattaroq bo'ldi. Hyperliquid hozirgi kunda Solanadan kattaroq proyektga aylandi. Tushuntirib bera oldimmi? Tushunyapsizlar? Juda seriozni. Bu narsani haqiqatdan ham ko'rishimiz mumkin. Hyperliquid oyiga 50 million dollar pul ishlayapti. 50 million dollar oyiga. Komandasi bu proyektni ertaga ham ishlab turishiga motivatsiyasi bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bugungi kunda bozor slabiy bo'lgan paytda shuncha ishlayapti. Siz tasavvur qiling, bozor zo'r bo'lganda qancha ishlaydi. Endi Hyperliquid sotib olish kerakmi yoki yo'qmi degan savolga bugun sotib olish kerak emas, chunki mana shu o'sdi. Men video qilib bu narsani tushuntirganimda, что Solanaga nisbatan, esingizda bo'lsa, Solanaga nisbatan ham solishtirgan videom bor. O'shanda Hyperliquidni olish kerak. Endi bu proyektga kirish kerakmi? Albatta, men o'ylayman, portfelingizda bu proyekt bo'lish kerak. Lekin bugunmi? Yo'q. Endi kutish kerak ozgina. Mana bunaqa momenti bo'ladi. Mana qarang, mana tushgan-ku. Mana shu yerdan ham tushib, masalan, mana bu yoqlargacha, 40 largacha tushadi yoki mana 33 largacha tushadi. Bo'ladi. Bozor baribir imkoniyat beradi. Tushunyapsizmi? O'sha korreksiyasida olish kerak. Endi pastga tushyapmiz Hyperliquiddan keyin Pump Fund oyiga 35 million dollar pul ishlayapti va Pump Fundga ko'ramiz. Pumpga e'tibor beradigan bo'lsak, Pump hozirgi kunda ko'ryapsiz-a? Mana tushib ketgan, mana kunligini oladigan bo'lsak, mana o'zining hype boshida chiqqanda bir bo'lgandi, undan keyin esa tushib ketib, mana qarang, dekabr 2025-yil. Misol chetroq suraylik, mishat beryapti. Dekabr 2025-yildan buyon deyarli yarim yil bitta nuqtada chiziqda yuribdi. Yarim yillik nakapleniya, ya'ni yarim yillik yig'uv, tushunyapsizmi? Bo'd. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa tokenlarni e'tibor berib, haqiqatan fundamental analiz, bu yerda hech qanday texnik analiz emas, do'stlar. No, men sezyapman, что yaqin kelajakda bizani yaxshigina pump kutyapti. Yaxshigina pump kutyapti deb o'ylayman. To'g'ri, bir 10x bo'lmasligi mumkin, lekin 2-3x yirik kriptovalyutalar berish ehtimoli bor, meni xayolimda. Hech qanday texnik analiz bu narsani hali ko'rsatmayapti, menimcha, men bilmayman. Lekin psixologiya bo'yicha men shunday o'ylayman. Dalish ketamiz endi, masalan, sizlar uchun dalish mana Tron, bilasizlar, Tronni TRX tokeni. TRX USDT. Bu USDT ni eng asosiy nimasi? Va ko'rib turibsiz-ku, Tron o'zining hozirgi kunda maksimumida. Ya'ni pul olib kelayotgan proyektlar maksimumida, lekin Pump Fund maksimumida emas. Ko'rdingiz-a? Xo'p. Endi Polymarket bilan tokeni yo'q, efir, AV. Oyiga 8 million 360 ming ishlayapti. Phantom kошелек paka puli yo'q, lekin oyiga 7 million dollar pul ishlayapti. Bu ertaga drop qilsa, normalniy pul ishlayaptimi? Normalniy pulini drop qilib beradimi? Tushunyapsizmi? Bu narsa ham juda важный. O'shanda ishlashingiz kerak. Endi Lido staking 4 million 640 ming. Ya'ni deyarli 5 million ishlayapti. Qani LDO USDT qilamiz. Bo'd. Va ko'rib turganingizdek, bu pastga qarab ketyapti. Bozorning pastki qismida proyekt ishlaydigan proyektmi? Ishlaydigan proyekt. Biz ko'ryapmiz, oyiga 5 million dollar pul ishlayapti, lekin narxi juda pastda va ko'rib turganingizdek, mana bu narx atrofida ko'ryapsiz-a, mana shu oktyabr shamchasi o'sha narxni test qilib, o'shandan ketyapti. Ya'ni do'stlar, men daho emasman. Men bilmayman, lekin men ko'rayotgan kartinamdan kelib chiqib, men hozirgi kunda o'ylaymanki, что mana shu eng past bo'lgan nuqta soya bilan shu bozorning eng past nuqtasi edi. Bu narsani biz kelajakda bilamiz.
Tushuntirib bera oldimmi? Dalshi ketyapmiz. Chainlink bilasizmi? Chainlink har doimgidek men juda nima qilaman. Dalshi Jupiter oyiga 4 million dollar pul ishlayapti. Jupiterni ko'ramiz. Jupiter USDT qani? Tak, Max ochamiz. Jupiter xuddi shunday oktyabrda tushib ketgan nuqtasini kelib atrofida yurib test qilib bitta chiqmoqchi bo'ldi-yu va qizil mana tushirib yubordi. Nima uchun tushirib yuboradi mana bu qizil? Mana ko'ryapsizmi? Bir haftalik shamcha bir zo'r chiqdi-yu, zo'r tushirib yubordi. Nimaga? Chunki hozir qo'rquv bor. Odamlar ozgina foydani sotib yuboradi chunki ertaga tushib ketadi degan fikr mana bu yoqda. Tushunyapsizmi? Bu qo'rquv bizga zo'r bo'lish kerak. Ya'ni qo'rquv borligi juda zo'r signal degani. Tushunyapsizmi? Bo'l. Endi Jupiterni ham oladigan bo'lsak, mana qarang. Qanchadan bari mana shu oktyabrda tushib ketgan bo'lsa, mana bu yerda mana dekabr 25-yildan bu ham yarim yil deyarli mana hozir may tugasa yarim yil bo'ladi. Eng past nuqtasida. Tushuntirib bera oldimmi? Jupiter juda yaxshi stavka. Men sizlarga hozir memcoin riski katta kirib ketib nima emas, portfelni necha foizini qaysiga ajratishni o'zlaring tushunishlaring kerak. Men sizlarga bu narsani tushuntirganman. Men sizlarga aytmoqchi bo'lganimki, bugun menimcha risk qilishni boshlash kerak payt bozorda. Ertaga o'sib ketadigan payt emas. Hozir topishingiz kerak kriptovalyutalarni. Hozir investitsiya qilish kerak. Yangi kriptovalyutalarni ketidan yugurmang deyapman sizga. Tushunyapsizmi? Haqiqiy biznes modeli ishlayotgan tokenlarga e'tibor bering. Bitta fikringizga qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa, har bitta kriptovalyutadan pul ushlay olmaysiz. Tushuntirib bera oldimmi? Hammasini ketidan quvmang. Atrofingizda kimdir qaysidir tokendan pul ishlaganini eshitgan bo'lsangiz, voy billaman, bunaqa meni psixologiyam shunaqa edi. Men har bitta o'sayotgan kriptovalyutadan pul ishlashim kerak edi. Tushuntirib bera oldimmi? Bo'ldi. Shunaqa bo'lmaslik kerak. Dalshi Aerodrom mana. Bu Base blockchain'dagi eng yirik DEX va buni ham olamiz mana. Aerodromni ham oladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bu ham o'zining mana bu sal kattaroq qilay, tushunarsiz bo'lib qolmasin. O'zining mana oktyabrda tushib ketgan nuqtasiga kelib, mana shu atrofda yurib, qanchadir davomida va tepaga qarab burilib ketishni boshlayapti. Tushunyapsizlar? Ko'ryapsizlar? Balki texnik analizda hali bu narsalar ko'zga tashlanmaydi. Balki nima qiladi? Lekin aytganimdek, tushunyapsizlar? Meni psixologik fikrim bu narsa. Va hokazo dalsh ko'rasizlar o'zlaring qaysi biri masalan meni ko'zimga mana bu juda zo'r. Mana endi Solanaga e'tibor bering. Solana hyperliquid bilan bir xil dediku, lekin Solana 1,710,000,000 dollar oyiga ishlashga tushib ketdi. Bu Solana yomon degani emas, bozor holati shunaqa. Lekin bozor shunaqa holatida ham pul ishlayotganini ko'ryapsiz. Endi men mana bu yerda hozir bitta proyekt aytmoqchi edim, mana Banker. Oyiga 1,280,000 dollar pul ishlayotgan ekan. Banker. BNKR bu coinni bilasizlarmi yo'q bilmayman, lekin kapitalizatsiyasi 52 million. To есть hali kichik kapitalizatsiyalik proyekt Base blockchain'ida token ishlab chiqaradi, sun'iy intellekt va hokazo. Risk, bu juda katta risk. Lekin Banker risklarning ichida qanchadir foiziga e'tiborli token deb men hozirgi kunda ko'ryapman. В общем, do'stlar, mana shunday fikrim yopiq guruhga imенно sizlarga mana shu fikrlarimni aytmoqchi bo'ldim. Чтобы sizlar ham psixologik fikrlaringni ozgina bozorga qanday qarash kerak, nima bo'lyapti degan savol bo'lgan bo'lsa, sizlarga mana shu yordam beradi degan umiddaman.